Doze on the track. Ashot Fit Major Music Virtual olam. Qancha vaqt o'tadi yana qo'lda telefon bilan, yana yo'qimsiz ovozim yetmaganiga fon bilan. Oldin yozilardi qancha qizlarni ismiga xat, hozir faqat direktda qoldi sevgi muhabbat. Nega haqiqat chetda kuzatadi hammani, go'yo internet yozgan hayotiy dramani. Darji hamma narsada yordamchi sun'iy intellekt, miyamizdagi ilmni butunlay qildik delete. Qanaqadir chatla va yana qanaqa guruh, qani o'zbek yigitlari tog'danda baland g'urur. Uzoqlashishga harakat qilib sira tinmagan, virtual hayotda endi qolib ketar bir umr. Masxaraboz bo'lib ketdi pashti hamma vaynerlar, reklamalar olib chiqdi hatto zapalchik olim. Internetdan ilm oldik-da aqlimiz lim olim, asta kuzataman chetdan ko'rib bularni ahvolim. Nega bu super yulduzlar o'zidan yassar yulduz, life'da o'tirgan ayollar so'kinar kecha kunduz. Virtual hayot sabab yo'qoldi bu hayot, go'yo shu odamlarsiz zerikarli bu hayot. Nega bu super yulduzlar o'zidan yassar yulduz, life'da o'tirgan ayollar so'kinar kecha kunduz. Virtual hayot sabab yo'qoldi bu hayot, go'yo shu odamlarsiz zerikarli bu hayot. O'qigan ishlaring endi tarixda qoladi rost, farzandlaring so'rashganda aytolmaysan bu bexos. O'zingni o'zing qo'rlading, millat bo'ldi sharmanda. Yangi fobiyalar bo'larda bugun ilm fanda. Balki bekorga yozmadim men TikTok o'zni ham, real hayotga qaytardi barcha o'g'il qizni ham. Bir kun shirin farzandlar bo'lar axir sizda ham. Bu ahvolingizni ko'rib yig'lab tutmasin motam. O'tmish haqida savol beradi qanday bo'lgan, sen javob berasan u payt farosatlik bo'lgan. Yana yozarman bir kun bu mavzu hali ulkan, aqlingni yig'gin borib bu yo'lingdan qayt o'tgan. Haqiqat balki achchiqdir, shu sabab ham yoqmagan, virtualda mashhur qizga hayotda it boqmagan. Shu to'g'ri yo'l sen uchun, mayli gazini bos ukam, kelajakka salom deyman asta bosaman qadam. Nega bu super yulduzlar o'zidan yassar yulduz, life'da o'tirgan ayollar so'kinar kecha kunduz. Virtual hayot sabab yo'qoldi bu hayot, go'yo shu odamlarsiz zerikarli bu hayot. Nega bu super yulduzlar o'zidan yassar yulduz, life'da o'tirgan ayollar so'kinar kecha kunduz. Virtual hayot sabab yo'qoldi